Assalomu alaykum aziz hurmatli Galan obunachilar, aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Sizlar bilan bugun mana bunday juda ulkan benzinli motorlarni obzorni qilib o'tamiz. Ulkan deyishimga sabab 1 tonnani ko'rgansiz, 2 tonnani ko'rgansiz, 1,5 tonnani ko'rgansiz, lekin mana bunday 3 tonnaligini juda kam ko'rgansiz akalar. Mana shuni endi ko'rasiz. Albatta bunday benzinli mototsikl bizning Galan do'konimizda bor, mavjud. Xarakteristika tanishtirib o'tamiz. 250 kublik motor bilan jihozlangan Zonshen eng yaxshi firmaning motori bilan, garantiyali motorlar bilan jihozlangan 3 tonnali motorimiz. Radiator antifrizlari bor, elektronniy o'ziga juda ham yarashgan. Tablo va danli brijli chiroq, pasos hamma narsasi bilan jihozlangan. Akalar, xudo xohlasa motorimizning rasxodlarini aytib o'tamiz. Rasxod 6-7 litr yuzga yoqilg'i sarf etadi, bak sig'imi esa 18 litrni tashkil qiladi. Bort razmerlari 1.40 ga 220 bo'ladi akalar. Juda ham arqa yukxonalari ham ulkan bo'ladi. Balon razmerlari oldi baloni 12 ga 500 lik, orqasi esa 13 ga 600 lik hisoblanadi. Rushnoy tormoz, qo'l tormoz hamma narsalari bor. Mana bunday yangilik qilingan, ikkita yonida tumanga faralar bilan jihozlangan. Albatta juda ham chiroyli va mokri ranglarda bo'ladi. Oldilar bo'y, zapaska, bakovoy hamma narsasi bor, sizga qo'shib beriladi azizlar. Tezlik 5 ta skorost bilan jihozlangan, tezliklari esa soatiga maksimal 120 ni tashkil qiladi va yurishlari juda ham sifatli, baquvvat hisoblanadi. Ramalari ham o'zining Xitoyning zavodskoy profil temirlardan qilingan baquvvat ramalar. Zavod qilib o't olishlarini ko'rsatib o'taman sizga azizlar. Mana bunda kalitni ochasiz va birgina starter mana. Shunday bosasiz. Mana akalar o't oldi, yarimtaga. Mana ovozlari juda ham vahima akalar. Maza qilib soqqani soqqaga urib yuradigan aka-ukalar uchun juda ham zo'r taklif va zo'r motor hisoblanadi. Albatta bunday motorni xarid qilish uchun bizning Galan do'konimizga murojaat qilishingiz kerak va yoki bo'lmasa pastda nomerlar qoldirganmiz, o'sha nomerga telefon qilishingiz kerak. Narxini albatta aytib o'tamiz. Buning narxi 2,5-3,000 dollardan sotilgan. Hozirgi kunda juda ham katta skidka bilan 2,000 dollarga tushgan azizlar. Darvoqe akalar, buni narxini 2,000 dollar juda baland deb o'ylaydigan akalarga yana bir funksiyasi bor. Albatta bu motorimiz benzinli motorning samasval hisoblanadi. 2 tonnami, 1 tonnami, 3 tonnami yukda bemalol o'zi ag'darilgan ensha qo'yilgan akalar. Hozir buni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana bu yerda rechakni tepaga ko'tarasiz. Mana bu yerda rechakni akalar pastga tushirasiz va o't qo'yasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Samocharaga olyaptimi aka? Akalar, xudo xolasa yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ko'rasizlar, ichidagi narsalar to'kib tashadi mana. Hammalar mana shunday mototsikllar xarid qilish uchun chorlab qolamiz va kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar.